Bu mana bu avvalgi cho'kkan joyini kovlatib, munovidan 2 moy tosh ketdi. Cho'kkan joyi. Undan keyin manonga bu tekis bu manonga yo'lakka to'g'rilagan. Undan keyingi cho'kkan joyi. Masalan, birinchi etajda ham ovqat bo'lsa, men uyimga keladi hada. Ishdan kelsam, уже ovqat hadada. Biz o'shani qo'shnilar bilan bir necha bor yig'inib, o'sha pul yig'ib adashmasam bir 7-8 marta qildim. Mana qishdan kuni kecha anomal sovuqda juda ham haligi azob bo'ldim. Uchiga ham aytdik, yozdik ham, prokuraturaga polni hamma bitta prokuror kelib, manerga kelib, xabar olgan yo'q. Suv mana shu zax qayerdan boya cho'kkan joydan o'tgan suv. Tagi yaxshi zasipka qilinmaganda tepadagi anaqa qilganda moy katta mashina o'tgandan keyin cho'kkan. Turbani qayirib olgan. Mana kanalizatsiya mana shu yerda yorilgan. Kanalizatsiya qolni shu yoqqa oqayaptimi? Joyini kovlatib, munovidan 2 moy tosh ketdi. Cho'kkan joyi. Undan keyin manonga bu tekis bu manonga yo'lakka to'g'rilagan. Undan keyingi cho'kkan joyi. Suv to'g'ri ta'mirga tushmaydi. Bitta masalada ba'zan quruvchilar bilasiz, mana qarang. Shuni ushlaydimi? Shuni ushlaydi. Shuni qaysi farosat bilan shuni qilib quradi-da, yana quruvchida bular bor-ku. Qamlarda svet yo'q-a? Yo'q. Mana o'sha hozirgi anavi bo'lgan joy bor-ku. Cho'kkan joy. O'shandan suvlar mana bu tomondan chiqadi, mana. Mana oddiy sement mana, to'g'ridan to'g'ri bilanib ketyapti mana. Hech qanday anavsiz mana. Hozir qayerdan suv tomayapti? Mana o'sha suv tomgan joylar mana mana bu yerdan suv qayerdan keladi? Shu suv mana shu zax qayerdan boya cho'kkan joydan o'tgan suv. Yomg'ir yog'sa, mana hammasi mana o'polab tushib yotibdi. Mana sementni o'zi. yerda suv tushadi. Bu turbadagi kanalizatsiyadagi suvlar bo'lishi ham mumkin, narigi suvlar bo'lishi ham mumkin. Bu kanalizatsiyadan yoki suvdan umuman yaroqsiz ahvolda buni hammasi. Mana syomka qilish kerak joy. Mana 5 suv. Mana 5 suv. 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 5 suw. 5 suv. 5 su
Bu bochkalar nimaga qo'yilgan? Bu bochkalar Zapas qo'yilgan. shu umuman suv bilan, ichimlik suvi bilan ta'minlash uchun qo'yilgan-da. Endi ko'rsangiz kulingiz kerak. Men bilmayman suv bo'yicha masalan bu qanday tartibda bo'lishi kerak, men mutaxassis emasman. Mana og'iz ochiq turibdi. Hammasini og'iz ochiq. Buning Ichiga biror bir narsa tashlabsiz. ya buni ichiga bu ishing lazım, bularni orada suv aylangan suv. Ovqatligimizning hidini sezyapsizmi? Ha? Chunki yo'lda dimoxot yo'q-da. Ne hammasi podvol bo'ladi. Hammasi podvol bo'ladi, tepaga chiqmaydi-da. Masalan, birinchi etajda ham ovqat bo'lsa, mani uyimga keladi hidi. Ishdan kelsam, уже ovqat hidida. Birinchi etajda ovqat qilganim hidi Ko'p keladi. ayollar o'sha masalan shu dimoxot, asosan shu dimoxotda gapiradi. Men boshdan mana shu yerga ko'chib kelganimdan beri dimoxotda gapiraman. Quruvchiga ham aytdik, yozdik ham, prokuraturaga polni hamma bitta prokuror kelib mana yerga kelib xabar olgan yo'q. Qani nima faqat kelyapti, javob xati keladi. Nima bo'lyapti? Yopildi ish. Bironta prokuror kelibdi, qani nimaga yozyapsan sen? Nima bo'lyapti? Ko'rsat nimangda deb biz tuhmat qilayotganda shunday yopilib ketadi. Bilmayman ular pul bilan yopadimi yoki qanday yopadi bilmaymiz. Yo'q, odami kuchlimi? O'sha bergan kimgadir tashagan pulini mana shu domga bersin. Biz o'shani qo'shnilar bilan bir necha bor yig'inib, o'sha pul yig'ib adashmasam bir 7-8 marta qildim. Mana qishdan kuni kecha anomal sovuqda juda ham haligi azob bo'ldim. Mana chunki ikkita podyezdga 4 ta bochka qo'yilgan, faqat bitta tomoniga qo'yilgan. Ayrimlarga yetkazib berilyapti, ayrimga yetkazib berilmayapti. Suv ham muzlab qolgan bo'lsa kerak. Suv ham muzlab qoldi, o'zlarimiz aniga turbalar muzlab qolgan. Ularni o'z qo'l bilan isitdi. Olov yoqib, ko'ra qo'shnilar bilan birga qilib. Yaqinda ham 2300 ga qildik. Ana kanalizatsiyani to'g'riladik. Firmachi umuman ko'rinmadi. Bir garam kelmadi. O'sha qanday bo'lgan kanalizatsiya, qanday yorilgan shu bir Cho'kkanda. Cho'kkan, ana qo'yilgan, tagi yaxshi zasipga qilinmaganda tepadagi ana qilganda katta mashina o'tgandan keyin cho'kkan. Turbani qayirib olgan. Ochdikki ko'rdik, turba qayrilib ketgan. U yaxshi ona zasipga qilinmaganda tagi. Yaxshi buni qilinmagan, o'shanda cho'kib, qiyshayib, tiqilib qolgan. Yaqin o'shani ham firmachiga qilsak, qilamiz dedi. Yo'q firmachi. Yakında Mahmut tomonda kanalizatsiya yorildi. Uy cho'kkanda. Mana bunning o'rtasi. Mana shu joy. Bu nima maqsadda qurilgan bilmayman men. Quruvchi emasman. Voy kelaveringizlar. Bu yer nimaga? Bilmayman, lekin qarang, ikkovi teng o'rtadan yorilgan. Meni qiziqtirgan narsa shu. Yer qimirlagandami yoki? Yo'q, mumkin, dom ikki tomonga qarab cho'kayotgan bo'lishi mumkin degan taxminlarimiz yo'q. Mana yana bitta masala bor bu yerda. Bu yozmalar tutgan bo'lmaydi. Mana kanalizatsiya mana shu yerda yorilgan. Kanalizatsiya qolmi shu yoqqa oqyaptimi?
Yo'q, yorilgan buni sozladik-da. Ha, o'zlari remont qilgan. Mana eskisi mana bu. Bu mana bu narigi oldini teshib, mana buni bu nima uchun bu yerda yorilgan? Narigi tomon tuproqqa cho'kkan-ku. Buni qisib qo'ygan. Bizning taxminimizcha shunday. Kranlovka bo'lmagan? Ha, bo'lmagan men to'g'ri bilmayman, lekin mana shu yerda buzib, oldi tomondan buzib shu yerda o'xshadi. Mana shu odamlar havas qilgan $2019 olganmiz haqiqatdan. Lekin boya aytganda hujjatlar notariusga borganmiz, seniki degan bo'ldi, shu bo'ya qolganmiz. Lekin men buni unchalik tushunmayman, lekin qoida bo'yicha uyni qurgan odam yoki bank sotgan bo'lsa, uyni kalitini o'sha uyni egasiga topshirish, qabul qilish, dalolatnomasi degan narsa bo'lish kerak menimcha. Nima uchun prokurorlar shunday yopadi? Hech qachon xalqning tilini yopib bo'lmaydi-ku baribir. Shunday necha marta yozyapsiz? Birontasi kelgan yo'q. Shuni chaqirib, bitta telefon qiladi-da, bu telefonda gaplashadi prokurorlar ham. Shunday gaplashadi, bo'ldi, shu bilan mana ishni hal qildim, yopiladi. Biz bormi? Yo shuni aldab chaqiradi. Bu yoqqa kelsin, kelishing kerak, shu 1-2 marta borgan qo'shinlar ham. O'sha bilan yopilib ketadi. Bo'ldi, keldi, biz u bilan gaplashib, fuqaro bilan uchrashdik. Prokurorlar kelmayar ekipdan birontasi nimaga yozyapsan, qani nima qilding deb birontasi kelib xabar olgan yo'q. Yo yuzma-yuz qilgan yo'q bizda uni bilan. Quruvchi bilan. Kerak bo'lsa so'kishim ham qoldi prokurorga. Hattoki rizitka qo'yib bermagan uylarimizga, hali rizitkasiz joylar ham bor. 4 yildan beri, 3,5 yildan beri yashaymiz. 3,5 yildan beri yashaymiz. Hattoki narojniy degan rizitka bo'lar ekan, shundan qo'yib bermagan. Shuni ulab qilyapmiz. Spesialni qilganim yo'q. Rizitka nima? 3,000 4,000 turadi. Atela qilganmi? Shunaqa rizitkalar tashilgan joylari bor. Qolgan hamma joyga o'zim sotib olib qo'ydimda, shuni qo'ymay chiqani dedim. Bu nima ekan o'zi dedim. Atela qo'ydirganman. Sotib olib kelganman, lekin o'rnattirganim yo'q. Olsa kimdir prokuratura shular kelsa, mana men o'zim sotib olib kelganman deyman. Lekin men qo'ydirganim yo'q deyman. Lekin kimning haqqi o'zini uni qo'yib berish, to'g'rimi? Lampochkamgacha hattoki o'zim olib qo'yganman. Shunday yurakdagi mana podyezdlarni olaylik-da. Yuring aytamiz kamchiliklarni. Saytga qo'yayotgan. Ketdik. Yuring. Har shamol bo'lsa, tepagacha chiqadi. Mana bu eshikda mana. Birinchi o'rinda eshigimiz yopilsa, ochilmaydigan bu hali mana. Mana ichkarida buni yopib qo'ysa, bo'ldi, chiqolmaymiz. Mana shuni taqlatamiz, bu chiqolmaymiz. Ana bo'ldi. Ochib yuring eshikni. Mana chiqolmaymiz. Mana shu eshik yopilsa, chiqib bo'lmaydi. Mana shu ko'chib kelganimizda yo'q edi. Aytib charchadik mana shuni. Ishimiz bo'lib qolib, kechqurun bir joyga chiqsaylik. Kim ochadi bizga? Kim 12da turib eshik ochadi, to'g'rimi? Oddiy bitta misol. Bu yerda bitta shu lampochka bor, mahalla lampochka. Ha, bu tepani qarang. Tepadan yosh bola tushib ketsa ham, hech qachon soqqoniga tepani qarang. Hamma domlarcha tepa mana shunday yopilgan. Hamma domlar. Mana shu yosh oilalar ko'chib kelgan. Hech qachon hamma kelinini chiqargan domlar. Yosh oila, hammaning farzandi yosh. Mana bunda huzur yo'q. Kelganimizda mana shunaqa. Buni yosh bolalar o'ynamaydi mana shular. To'g'ri, yosh bolalar. Mana hamma shular ham bir ahvol bor. Mana eshikni yaqinda yoptirdik. Mana katta xona bo'lib ketdi. Hamma keladi. Mana shu egasiga aytib yoptirdi. Eshik ham qo'yib bermagan. Mana shu ham bor qaqsha bo'lib ketdi. Mana shu yerda egasi. Bu shular ko'rib shunaqalar bo'lib, nimalar qayerga axlatlar o'tirib ketib, remont qilyapti. Kirib ketdingmi? Ishni bu yoqqa chiqaverik. Yosh bola bugun katta odam tushsa ham sog'lom. Yo'q, baribir-da, ular ham mana shu
Nima qanaqa portlash bo'ladi yerda? Dimoxod yo'q mana yerda. Umuman chiqayotgan havo yo'q. Qayerdan chiqadi havo? Chiqayotgan joy yo'q. Hali bu ikki bu. Hali ko'chib chiqib Mana chiqarcha bo'lgan yo'q. O'sha hamma sivitlarimiz zamkaydi. Sakizga qadar yashashib mana panaga yoqib turing. Mana baqib. Shunaqa ham o'rnatib kelgan. Ko'chib kelgan birinchi man ko'chib kelganman bu domda. Ko'chib kelganimda bitta kampir kishi bor edi. Ko'chib kelganimda beri mana shunaqa. 3 yildan beri. O'shagacha ham qancha qurilish qildi-ku. Ko'rmadimmi buni ko'zi bilan? Quruvchilar yarim metr 1 millimetrni ham sotgan. Mana bu hozir oshxona qilib qo'ygan, oshxona. O'zi mana shu ochiq bo'lish kerak aslida. Mana shu yerni ham sotgan ular. Mana shuni ham sotgan kvadratiga hisoblab sotilgan mana shu ham. Hozir mana bu yerdan endi chiqayotgan havo yo'q. Mana sal svet o'chqasa qop-qorong'i zimiston. Liftda chiqolmaysizlar, to'g'rimi? Svet o'chgandan keyin? Yo'q. Zinalar chiqish kerak. Liftda yaqinda remontga chiqadi. Liftdan buzilib qoldimi, hech yo'qmi? Ko'p buziladi. Mana shu yerda qo'rqardim. Balandligini qarang yerda. Hozir mana shu 4 5 bola osiladi mana shu yerda. Haligi endi 5 etaj bor. Hali qancha balandlikda turibdi. Ko'chasizmi kelayapsiz? Masalan, uyni men oldim. Menga hech kim uy topshirgan yo'q-da. Men izlab men kaltim qandib, qana quruvchining bitta bolasidan kaltab kirib olganman. Masalan, to'g'ri, yaxshi remont qilingan, eshiklari yaxshi, lekin ariston qo'yilmagan, qandil qo'yilmagan, kukunli nabor qo'yilmagan. Lekin shartnomada bo'lgan. U shartnomasini ham bilmaymiz-da. Shartnomani ham borki, bular shunchalik puxta ishlangan. Yo, ishlanganda ruscha qilinganda shartnomalar. Mana shunday ruschalar qilib tashlaganda ki xuddi biz ana birov quvganda tapir borib uy olganmiz-da. Tezlashtiringlar, uy qolmay qolyapti deb shunday olib borib qilinganda dashi Eshakni yig'ib tashlaganlar, eshak qiziqadi. Ha. Ko'taring. Eshakni bir martasini yopib tushdim, bir martasini paxta tashlab suv olib shuncha mashqdan to'ldirib qo'yiladi. Motor buzilib qoladi, suv olmadan motor buzilib qoladi. Nima qilib ko'rsatamiz? Bu o'zi 7da. Lekin 7dan keyin yana bir etaj ko'tarilgan. Lift to'xtadi shu yerda. To'xtash kerak o'zi. Mana bu yerda yana bitta mahalla yashaydi. To'rtta xonadon. Lift to'xtadi-da, o'sha bo'ldi. Endi yana peshga chiqiladi. Liftdan. Mana. Mana 8. Ro'yxatga olinmagan joyda bu yer 10. Chekmasa. Mana qarang. Mana shu deyman. Mana qarang. Yo'q, tashlagan, beringda. Mana boshqa mana shu. Har xil odam keladi mana shu yerga. Mana yo'q o'ynagan. Eshiklar o'sha qo'ymagan-da. Mana dimoxod. Dimoxod qayerga aylanadi bu? Tepasi mana shunchagina joy. Ana shu yerda to'xtaganda u. Bor tunikaga tiralib qolgan bo'ldi. Hozir mana bu yerdan yopish kerak-da, to'g'rimi? Ha, bu yerda yopish kerak-da, keyin bu ana yerdan chiqqan joy, mana chiqqan joy dakansa tunikadan tashqariga chiqish kerak. Tashqariga chiqib ketsa, shunda bu yerda umuman hid bo'lmaydi-da. Umuman mana yerda turibdi, ana tunikaga tiralib turibdi. Ko'rmadim. Mana tunikaga tiralib turibdi. Patolog bilan tunika orasi shunchalik yaqinki ko'rinib turibdi.
Mana ular hammani gipsakar firmachi o'zi yopib tashlagan. Mana. Bu xonada bemalol qilishdilar. Endi mana ko'pchilikda havas keladi-da, mana shu chiroyli binolar ko'rinishi, lekin bu yerdagi muammolarni mana chekara yoki atrofidagi hovli qismiga o'tib, men o'zim ham endi ko'ryapman. Endi nima deydi, bunaqa muammolar hamma joyda bo'lishi mumkin. Lekin uni bartaraf qilish uchun ham o'zlaringiz bir harakat qildingizmi? Biz o'zimiz harakat qildik, boshqa tegishli tashkilotlarga qildik, faqat mana xalq qabulxonasiga borgandan keyin umumiy qilib yopib yuborilyapti-da. Bergan shikoyatlar. Qaysi qurilish firmasi qurgan? Bizlarniki Comfort Plusmi? Shunaqa shartnomada shunday yozilgan. Ularni o'zlari ham kelmam, kamchilikni aytganlaringizda O'zlari bir necha marta to'g'rilab bergan. Bir necha to'g'rilab berdi, lekin asosiyligini qilgan. Mana hozir bolalar plashatkasi o'yinga qurib kerak, bular o'z holiga qo'yilgan. Chunki faqat mana yonimizda bilan muammosi bor ekan, shu hal bo'lsa qilib beramiz deyapti. Bunga sinos qilish uchun to'lovini qilish kerak-da, to'g'rimi? Bu oldin shartlash bir savdo bo'lgan ekan, o'rtada savdo qandaydir muzokat kelishmovchilik kelib savdo orqaga qaytganda. Shu pulni bersa, bu yerga chiqib ketaman deyapti. Lekin yashamaydi bu yerda. Bu yerda yashaydi. Hozir yashaydi. Mana shu uyda ahvolini yashaydi. Shunday. Bu mansardalar egalari bormi? Bor. Ikkita Endi bir bechora olgan, qarang, narigi tomonda u bechora olgan kuyib o'tiribdi. Chunki qattiq shamol bo'lsa ham bilinadi, chunki bu yerda hozir hech narsa qo'yilmagan. Biz Wi-Fi o'rnatishga anaqamiz yo'q, joyimiz yo'q. Oxir mana bu podyezdga qo'yib, Wi-Fi o'rnatdik. Wi-Fi qo'yishga nima yo'q bizniki. Joy yo'q deydi, mansabga joy yo'q deydi. Hozir mana bu eshikni yopib tashlaganda, Wi-Fi o'rnatadiganlar mana yurgan-ku, manchaga joyda yurgan, teshib tashlagan anovlar, oyoq kirib ketgan. Gipsakarton ustida. Ana bilan ko'rinib turibdi tepasini olib. bular bittasi ham tepaga chiqmaganda, faqat tunukadan pastga qolib ketgan. Mana shuni tepaga chiqarib yuborsa, havo aylanadi, keyin hid bo'lmaydi. Tepani yopiq turibdi-da tepasi. Yana qo'shimcha 1,5 metr tepaga chiqasish kerak ekanda. Bu yoqda nimadir qilmoqchi bo'lgan. Narigi Bani to'lik 8lik. Mana shu bani to'lik bo'ladi-da, 8-etajlik. Kim olsa remont qilib beradi. Hali lekin hech kim olmagan bu tarafda. Yo'q, buni olmagan. Mana 3 tani olgan, lekin buni olmagan. Bunda erta kunisi ko'rshapalak bosib ketadi. Ha, yo'q, emas. Hozir ko'rshapalak olmaganmiz. Bu kimdir tepgani? Endi bu yerga har xil odam keladi-da. Ish yo'q, ega yo'q. Har xil odam kelib tepadi, boshqa narsa qiladi. Shunda uxlaymiz biz kechqurun hamma ishdan tezib keladi. Kimlar chiqib nimalar qilmaydi bu yerda. Har xil odam bo'lmishlar keldi, qum chiqarardi. Yomon erkaklar, ayollar keldi bu yerda. Yomon xonajonlar bo'lib ketdi. Uchastkoy uchastkoy chaqirib, bu berib yuborgan paytlarimiz bo'ldi bu yerda. Shunaqa joy bo'lib ketdi. U egasiga chaqirsa ularga farqi yo'q. Biz hali u qildik, hali bu qildik, hech bir nima deydi, ana yo'q-da, natija yo'q. Mana hozir mana shu cho'kib ketayotgan joy hazillashadigan joy emas-da. Bu shuncha metr joy, 1 metr cho'kishi bu tom uchun men bilmayman, masalan, cho'kishning anovlari qanday tartiblar. Zilziladan keyin bo'ldi-da. Zilziladan avval cho'kkan edi o'zi. Zilziladan cho'kkan. Mana uning ustida yoriq ham zilziladan avvalgi yoriq, dovonniki ham.